دەررېن بايلېر. Doktor دەررېن بايلېر Amerika Колорадо Universitetining Asiya tədqiqat mərkəzində doktor aşçılıq tədqiqatı bilan şug'ullanayotgan insonshunosdir. U Xitoy, Sharq Turkiston hamda dunyodagi shahar hayotiga oid texnologiya va siyosatlarni tadqiq qiladi. Doktor دەررېن بايلېر yaqinqi yillarda Xitoy, Sharq Turkistonda yurgizayotgan razil siyosatlar va Uyg'ur xalqining beshidagi qorong'u qismatlar to'g'riliq muhim maqolalarni e'lon qilish orqali Uyg'urlarni qo'llab, Xitoyga qarshi turib kelmoqda. Yaqinqi bir necha yillar mobaynida doktor دەررېن بايلېرning Uyg'urlarning navbatdagi baxtsiz reallik to'g'risida yozgan maqolalardan ba'zilari tuvandikicha. Sharq Turkistondagi ma'rif islohoti va Uyg'ur tilidagi kitoblarning yo'q qilinishi. Shirkatlar qanday qilib Sharq Turkistondagi majburiy emgakdan foydaga erishidi? Hayot yashayotgan o'liklar uchun motam muzikasi. Urumchi qatliamidan 10 yil keyin. Kechi qo'yuq. Uyg'ur shoirlari urug' tuqqanlarining g'oyib qilinishiga javob berdi. İlham To'xtining Saxarov mukofoti va Uyg'ur jamiyatiga qilingan tajovuz. Zulmat kuchaymoqda. Sharq Turkistondagi yo'qotishning 10 yillik hikoyasi. Doktor دەررېن بايلېرning aytishicha, u doktorlik maqolasini yozish uchun yaqinqi 7 yil mobaynida Sharq Turkistonga ko'p qatam borgan bo'lib, uning fikricha Xitoy hukumatining o'tgan necha 10 yil mobaynida g'oyat zo'r mablag' sarf qilish orqali Uyg'urlar diyorini yezi eglik mahsulotlari bazasi va yer osti boyligi zapas ombiri qilib olishi bilan Uyg'ur dehqonlari texmi namratlashgan. Ammo Uyg'urlarning shahar aholisi bu xil gullanishning soyasida ancha-muncha hollanib qolgan. Shu qatorda chegara halqigan Uyg'ur savdogarlari o'ziga yarasha pul topgan. Shaharlardagi Uyg'urlarmo tor, aqliy telefon deganlar bilan kengri tonishgan. 2013-yili دەررېن بايلېر Urumchiga borganda butkul shahardagi Uyg'ur aholisining ko'pinchisi asosan aqliy telefon ishlatayotganligini, ularning har qachon o'ndidor orqali qo'yiq suhbat va aloqada bo'lib kelganligini ko'rgan. Bu mezgillarda Uyg'urlar orasida dindor bo'lish bir turlik iqimga aylanishga boshlagan. Aloqa vositalarida masjidlardagi hukumat tayinlagan imomlarning bayonlari emas, balki chet ellardagi diniy zotlarning va'z nasihatlari ko'plab bahrlangan. 2014-yillari u Urumchi va Qashqarga borganda bu xil yuzlanishning yuqori pallaga chiqayotganligini ko'rgan. Doktor دەررېن بايلېر 2019-yili yil oxirida Ottawa Universiteti so'zlagan nutqida mundaq degan. Uyg'urlarning 1930 va 1940 yillarda xalqaro tarafidan e'tirof qilingan Sharq Turkiston nomi bilan atalgan mustaqil davlat bo'lgan. Navada siz hozir Sharq Turkistonda yashayotgan bo'lsangiz, Sharq Turkiston nomini tilga ilish sababli terrorchi atilib qolasiz. Baylarning Sharq Turkistonda baxtsizlikka duchor bo'lgan do'sti Ablakim. Asli ismi o'zgartirildi. To'g'risida yozgan maqolasi kishini haqiqatan ta'sirlantirdi. Baylar o'zi 4-5 yil do'stlashgan, yaqinqi yillarda lagerga elib ketilgan bir Uyg'ur yigitning ovozi bo'lishni, Uyg'ur madaniyatini tadqiq qilishdan keyingi muhim
burçlardan biri qilib bekitgan. Maqolada بايلېر uning bilan qilishgan paranglarni uning g'amkinligiga va yaklanishiga bo'lgan hissdoshligini intayin samimiy uslubda yepiq holatda ifodalagan. Do'stining beshiga kun tushganda uning uchun harakatga o'tishning insoniy burch ekanligini bayon qilgan va o'lik yoki tiriklikka xabari bo'lmagan do'stining ovozini har yerda anglatadiganligidek keskin irodasini namoyon qilgan. Doktor دەررېن بايلېر Uyg'urlarning fojialik kunlari boshlangandan buyon bu fojia ayni o'zining beshiga kelgandekla oromsizlanishga boshlaydi. To'xtamasdan Sharq Turkistondagi razil siyosatlarni pash qiladigan maqolalarni yozadi. Dunyoning har qaysi joylarida Uyg'urlar to'g'risida ko'plagan leksiyalarni so'zlaydi. Uyg'urlarning holiga ichinib, izchil holda Uyg'urlarga munosabatlik Twitter yo'llanmalarini e'lon qilib turadi. Uning Uyg'urlarning qara qismatidan ayni bir Uyg'ur farzandidekla puchilnishi bizning vijdonimizga savol qo'ydi. بايلېر Sharq Turkistondan 10,000 kilometrlarcha yiroqlikda tug'ilib, cho'ng bo'lgan bir amerikalik Ammo u Sharq Turkistonda tug'ilib cho'ng bo'lib, chet ellarga chiqib olibla xizmat bahonasida vatan millatini unutib qolgan talay Uyg'urlarning aksicha. Hayotida bir qancha qitimli safar qilgan, tuz taomlarni yegan, bir yurtning osmonidagi qora bulutlardan oromsizlanib, vaqtining ko'p qismini mushu qora bulutlarni tarqitib etish uchun sarf qilmoqda. ھىكمەتيار ئىبراھىم تەييارلىدى.